Assalomu alaykum barchaga. Wolfram matematika 4-dars biz boshladik. Xo'p, bugungi darsda list va arraylar haqida gaplashamiz. Dasturlash tillari bilan tanish bo'lgan, C, Pythonga o'xshagan dasturlash tillari bilan tanish bo'lgan o'rganuvchiga ma'lumki, list va arraylar juda muhim o'rin tutadi. Va darsni oldingi 3-darsga sal kichkina bir komment berish bilan boshlasak, oldingi darsda qatorlar haqida gaplashgan edik. O'shanda oxirida bir gap aytib o'tib ketgan edim. Shunga bir komment. Masalan, qatorlarni series buyruq yordamida amalga oshirishimiz mumkin edi. Masalan, eksponensial y darajasi x ni qatorga x barobar 0 nuqta atrofida qatorga yo'yadigan bo'lsam, bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va buni aytaylik, oxirdagi mana bu xat bizga muammo tug'diradi. Shu sababli buni yo'qotish uchun normal degan buyruqdan foydalanish ma'qul deb aytib o'tgan edim. Lekin agarda sizga mana shu dumadan xalos bo'lish shart bo'lmasa, shuni qoldirganingiz ma'qul. Nimagaki ba'zi bir hisob kitoblarda aytaylik, sizga 5-daraja aniqlikdagi hisob kitoblar kerak va ba'zi bir ko'paytirish bo'lish amallarini bajarganingizdan keyin 6-darajadagi aniqlikdagi xat 4-daraja aniqlikdagi ko'rinishga o'tib qolishi mumkin. Va buni matematika avtomatik ravishda amalga oshiradi agarda mana shu xatini saqlaydigan bo'lsangiz. Demak, agar zarurat bo'lmasa, buni shu holatda saqlagan ma'qul ekan, shu holatda amallar bajargan ma'qul ekan. Yaxshi, davom etamiz. Array. Arraylar nima? Arraylar bu listlar. Ya'ni bir nechta elementlarni bitta joyda saqlashning bir usuli. Wolfram matematikada array yoki listlar mana bunaqa figurniy qavs yordamida hosil qilinadi va elementlari vergullar bilan ajratiladi. Masalan, 1 2 3 4 5. Bizda 5 ta elementdan iborat bo'lgan list bo'lsin. Va Wolfram matematika hamma arrayni ham, listni ham, vektorni ham, matritsani ham list ko'rinishda saqlanib qiladi, uni o'zini backgroundida. Yaxshi. Demak, biz list hosil qildik. Bir o'lchovli list, 5 ta elementdan tashkil topgan list va uni A deb ataylik. Va xuddi shunday demak B list ham hosil qilib olaylik. B 4 5 6 7 8. Yaxshi. Mana. Endi bu listlar ustida nimalar qilsak bo'ladi? Qo'shsak bo'ladi, ko'paytirsak, ayirsak, hamma qilsak bo'ladi. Endi oldin aytaylik, bu hozir bir o'lchamli list. Endi bu buni qaraganda vektor, to'g'rimi? Bu vektor ustun vektormi, satr vektormi? Buni bilishimiz uchun buyruq bor. Matrix form degan buyruq. Masalan, B qanaqa vektorligini ko'rmoqchi bo'lsak, matrix form teramiz. Demak, B'miz ustun ko'rinishdagi vektor ekan. Bu ustun satrligi muhim, chunki vektorlarni matrisalarga ko'paytirayotganimizda ustun satrga e'tibor berishimiz kerak. Yaxshi. Demak, matrix form buyrug'i. Bu buyruqlardan qanday foydalanish oldin ham aytib o'tgan edim. Uni bunaqa qilsak ham bo'lardi. Masalan, matrix form ko'rinishda yozsak ham bo'ladi yoki qulayrog'i mana bunaqa ko'rinishda ikkita chiziqcha bilan mana ko'rinishda yozsak ham bo'lar edi. Endi A va B ustida amallar. Listlar ustida ularni qo'shsak bo'ladi. Qo'shishda ko'rib turibmiz, har bitta elementiga qo'shadi. Bunda listlarning uzunliklari teng bo'lishi kerak. Ayirish ham xuddi shunday. Ko'paytirish ham xuddi shunday. Elementlarni elementlarga ko'paytiradi. Bo'lish ham xuddi shunday. Elementlarni elementlarga bo'lib chiqadi. Endi yaxshi. Endi aytaylik, bir o'lchamli emas, ikki o'lchamli listlarni qanday hosil qilamiz deydigan bo'lsak, ya'ni matrisalarni bu list ichida list hosil qilamiz. Ya'ni masalan, list ichida listlar. Mana bunaqa. Masalan, set listimiz deylik, bu 1 2 3 amal 4 4 5 7 8 9 10. Mana.
Endi buni qanaqa ko'rinishdaligini ko'rmoqchi bo'lsak, matrix form qilamiz. Demak, C'miz 3 ga 3 matritsa ekan. Ana endi xuddi shunga o'xshagan yana bitta matritsa hosil qilaylik. Bu D bo'lsin. Bu ham 3 ga 3 bo'lsin. Hozir nimagaligini tushuntiraman. Aytaylik buni 10, 11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33 bo'lsin. D matritsamiz ko'rinishi mana bunaqa 3 ga 3 matritsa. Endi C bilan D matritsalarni qo'shmoqchi bo'lsak, oddiy qo'shsak bo'ladi. Mana matrix form. Mana elementlarni elementga qo'shib chiqadi. Bu to'g'ri, albatta. Ayirsak elementlarni ayirib chiqadi. Ammo ko'paytiradigan bo'lsak, bunda yana elementlarga ko'paytirib chiqadi. Ya'ni biz matritsalar ko'paytirishdan bilamizki, matrisalarni ko'paytirish bunaqa bajarilmaydi. Ya'ni elementga ko'paytirilmaydi. Bunda qanaqa qilamiz desa, unda dot degan buyruq bor. C bilan D ni ko'paytmasi mana bunaqa ko'rinishda bajariladi. Masalan, mana matrix formga o'tkazadigan bo'lsam, mana bunda elementlarga ko'paytirilmadi. Bu matrisalar ko'paytirish qoidasiga asosan qilindi. Masalan, aytaylik, menda K to'plam bor deylik, K list bor deylik va u 3 ta elementdan iborat bo'lsin bor yo'q. Masalan, endi vektorni matrisaga ko'paytirmoqchiman. Masalan, C matritsani K vektoriga ko'paytirmoqchi bo'lsam ham shu usulda ko'paytirishim kerak. Agarda buni bu usulda ko'paytiradigan bo'lsam, mana bu yana o'shanday. C matrisani elementlariga K matrisani elementlarini ko'paytirib chiqadi. Element ko'paytirish bu xato, to'g'rimi? Bizga mana bunaqa ko'paytirish kerak. Ya'ni 3 ga 3 matrisani 3 ga 1 vektorga ko'paytirganda yana 3 ga 1 vektor hosil bo'lishi kerak edi. Masalan, buni K ni S ga ko'paytiradigan bo'lsak ham shunday. Endi buni nafaqat dot buyrug'i yordamida buni soddaroq qilib mana bu nuqtacha orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. Masalan, C ni D ga ko'paytirsak, K ga ko'paytiradigan mana bir xil qiymat olib beramiz. Yoki D ga ko'paytirsak ham avvalgi qiymatni olib beramiz. Mana. Yaxshi. Demak, to'plamlar ustida amallarni bildik. Endi arraylar ustida. Endi buni darajaga oshirmoqchi bo'laylik. Masalan, C matrisamizni darajaga oshirmoqchimiz. C matrisamiz mana bunaqa ko'rinishda edi. Endi buni kvadratga oshirmoqchimiz. Ko'radigan bo'lsangiz, bu yana elementlarini darajaga oshirib chiqadi. Har bitta elementlarni bitta darajaga oshirib chiqadi kvadratga. Bu matrisalarni kvadratga oshirish bunaqa bajarilmaydi, biz bilamizki. Buning uchun alohida buyruq bor. Bu matrix power deydi. Buni C ni kvadrati mana bunaqa amalga oshiriladi. Ana shunday. Yaxshi. Bu istalgan darajaga oshirib beramiz. 3-chi, 4-chi darajaga oshirib ketaveramiz. Ana endi matrisani, teskari matrisani topish qanday amalga oshiriladi desa, buning uchun inverse degan buyrug'imiz bor. Mana C ga teskari bo'lgan matrisani topdik. Endi bu ikkala matrisani ko'paytirsak, nima bo'lishi kerak? Inverse ni ko'paytiramiz C ga. Mana identity matrix olishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu hisob-kitoblarimiz to'g'ri bo'ldi degani. Ya'ni haqiqatda inverse matritsa to'g'ri hisoblanyapti. Endi yana bitta narsaki, matrisaning -1 darajasi ham inverse ni hisoblab beradi. Mana. Ya'ni inverse buyrug'idan foydalanish o'rniga shunchaki -1 darajaga oshirib qo'ysa ham bo'lar ekan. Yaxshi. Endi aytaylik,
bizga A to'plamimiz bu A elementimiz bor edi, listimiz. Endi bu listimizning aytaylik men oxirgi 3 ta elementlarini olmoqchiman. Qanday olamiz? Masalan, take degan buyruq bor. Bunda A to'plamning 3 5 qiladigan bo'lsam, 3 dan 5 gacha bo'lgan elementlarni ol deganim bo'ldi. Yoki 1 dan 3 gacha qiladigan bo'lsa ham shunaqa 1 dan 3 gacha bo'lgan elementlarni ol. Yoki aytaylik 1 dan 5 gacha bo'lgan elementlarni ol, 2 tadan oralatib. Ya'ni 1 ni oladi, 2 ni tashlab ketadi, 3 ni oladi, 4 tashlab ketadi, 5 ni oladi va hokazo. Xuddi shunaqa drop degan buyrug'imiz ham bor. Drop. Endi buni borib tashlab yuboradi. A to'plamining aytaylik 3 dan 5 gacha bo'lgan elementlarni tashlab yubor. Yoki aytaylik 1 dan 5 gacha bo'lgan elementlarni tashlab yubor, 2 tadan oralatib. Ya'ni 1 ni tashlab yuboradi, 3 ni tashlab yuboradi, 5 ni tashlab yuboradi va hokazo. Endi aytaylik men aynan ma'lum bir elementini olmoqchiman. Masalan, aytaylik 3-elementini o'zini olmoqchiman deylik. Qanday olamiz? Bunda 4 burchak qavsdan foydalanamiz. Mana bu qavsdan 2 marta ichma-ich. Mana. Demak, bu qavs va shuning ichida yana bir marta shunaqa qavs. Va 3 deb yozadigan bo'lsak, bu 3-elementini chiqarib beradi. Ana endi bir narsani aytib o'tishim kerak. Bunda indekslash 1 dan boshlanadi. Masalan, bu yerda 1 birinchi element, 2 ikkinchi element, 3 uchinchi element va hokazo. Ya'ni bu Pythonga o'xshab 0 dan boshlab kelmaydi. Sababi buni quyidagicha ko'rsak bo'ladi. Bu ani qanday saqlanib qilyapti o'zini background'da, o'zini source kodida qanday saqlanib qilyapti deydigan bo'lsak, quyidagicha ko'rsak bo'ladi. Bu full form. Masalan, full form A qiladigan bo'lsak, mana ani bu quyidagicha saqlanib qilyapti. Demak, bu ani list deb saqlanib qilyapti va list quyidagi elementlardan tashkil topgan. Demak, bu yerdagi list buyrug'i uni head deb ataladi, boshi va bu 0-elementi bo'ladi ani. Masalan, ani 0-elementini chiqarmoqchi bo'lsak, bu list deb chiqarib beradi. Xuddi shunday, masalan, bizda C to'plamimiz bor, to'g'rimi? C array. Endi ushbu matritsani aytaylik full formini ko'rmoqchi bo'lsak, ya'ni buni Wolfram matematika qanday qilib o'qiyapti desak, quyidagicha list ichida list degan mana bunaqa qilib o'qiyotgan bo'lar ekan. Yaxshi. Demak, mana bunaqa ikkita qavs, to'rtburchak, ichma-ich to'rtburchak qavs orqali ma'lum bir matritsani vektorini ma'lum bir elementini olishimiz mumkin. Masalan, C matritsani aytaylik 2-3-elementini olmoqchiman. Bu degan ikkinchi satr, 3-ustun. Bu 7 elementi bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunaqa gaplar. Endi xo'p, list elementlari faqat raqamlardan iborat bo'lishi shart emas. Bu masalan f to'plamimiz bo'lsin, f elementimiz bu harflardan iborat bo'lishi mumkin. Bu masalan, to'g'rimi? Yoki umuman shakllardan, chizmalardan, elementlardan iborat bo'lishi mumkin har qanaqa. Masalan, aytaylik, Wolfram matematikadagi elementlar jadvalini olaylik. Wolfram matematikada elementlar jadvali mana bunaqa ko'rinishda berilgan. Masalan, bizning to'plamimiz mana shu elementlardan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, vodorod, geliy, litiy, berilliy, karbon va hokazo. Endi shuni element deb saqlanib qiladigan bo'lsam, element deb saqlanib qilib qo'yaylik. Ya'ni menda element degan endi element degan list bor va u listning elementlari mana shu kvadratka o'xshagan elementlardan iborat. Ya'ni ximik elementlar, ha? Yaxshi. Endi bizda length degan buyruq bor. Bu biron bir listning uzunligini o'lchab beradi. Masalan, element degan listni
uzunligini o'lchaydigan bo'lsak 118. Demak, 118 ta element bor ekan, element degan listimizning ichida. Xuddi shunday masalan A to'plamini hisoblaydigan bo'lsam, A to'plamda 5 ta, B to'plamda ham 5 ta. Masalan, mana bu A to'plamimiz bunaqa edi, 5 ta elementdan bo'ladi. Endi ba'zan to'plam deyapman, ba'zan list deyapman. Matematika hammasini list qilib saqlanib qoladi. To'plamni ham, vektorni ham hammasini list qilib saqlanib qoladi, arrayni ham. Matrisalar listlar ichidagi listlar. Endi qarang. Shuning uchun agar to'plam desam, list desam adashib ketmang, hammasida listni nazarda tutayotgan bo'laman. Agarda ana endi s ni uzunligini topadigan bo'lsak, bu yerda 3 beryapti. Bu nima degani? Ya'ni bu ichidagi elementlarni sanab chiqyapti, list ichidagi. Ya'ni 3 ta listdan iborat bor. Bu biz xohlagan narsa emas. Buning uchun biz alohida dimensions degan buyrug'imiz bor. Bu aynan o'sha o'lchamini hisoblab beradi. Masalan, sening o'lchami 3 ga 3 o'lchamdagi matritsa ekan. A esa masalan 5 ta elementdan iborat bo'lgan bir o'lchamli matritsa ekan. Demak, dimensions bilan length turli xil vazifalarni bajaradi. Endi xo'p, to'plamlarni qanaqa hosil qilamiz? Katta listlarni deylik. Qanaqa hosil qilamiz? Range degan buyrug'imiz bor. Bu Pythonda ham bor bu buyruq. Agar Python bilan tanish bo'lgan o'rganuvchilar uchun bu tushunish qiyin emas. Masalan, range 10 qiladigan bo'lsam, 1 dan 10 gacha bo'lgan jamiki sonlardan tuzilgan listni olib keladi. Agar 100 qiladigan bo'lsam, 1 dan boshlaydi 100 gacha. Bu buni default qiymatlari shundan iboratki, avtomatik ravishda 1 dan boshlaydi va har bittasini bir oraliq bilan tashlab chiqadi. Lekin buni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, men 10 dan 100 gacha bo'lgan elementlarni olmoqchiman. Va 10 dan 100 gacha bo'lgan elementlarni ikkitadan oralatib olmoqchiman. Mana faqat juftlarni olmoqchiman. Qilsak bo'ladi. Va nafaqat bu natural sonlar, butun sonlar ustida amalga oshirsak bo'ladi. Masalan, -1 dan 10 gacha yoki 0.2 aralatib olmoqchiman va hokazo. Turli xil amallari bor. Bu nafaqat bir o'lchamli, ikki o'lchamli, 3 o'lchamli listlar ham hosil qilsa bo'ladi range yordamida. Lekin bularni hammasini bitta darsda qamrab olish iloji yo'q. Shuning uchun biz eng muhimlarini kirish nuqtai nazaridan kerak bo'ladiganlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p. Endi A to'plam, qaytadan A to'plam tasvirlab olaylik. A to'plami berilgan bo'lsin. Quyidagicha A to'plami range 5 dan 15 gacha bo'lsin. B to'plamimiz range 10 dan 20 gacha bo'lsin. Endi aytaylik, shu ikkita to'plamni bir-biriga qo'shmoqchiman. Qanaqa qo'shamiz? Join degan buyruq bor. A bilan B ni qo'shib beradi mana. A ni yozadi, shunday ketidan A ni yozadi, shunday ketidan B ni yozadi bu yerda. Endi biz ikkalasini qo'shmoqchimiz, lekin takror bo'lgan elementlarni olib tashlamoqchimiz. Bizga takror bo'lmagan elementlar kerak. Bu nima degani? Qanday qilamiz buni desa, bunda to'plamlar mavzusidagi birlashmalar degan buyruq yordamga keladi. Bu ingliz tilida union deb ataladi. A bilan B ning birlashmasini topadigan bo'lsak, mana birlashma nima edi? Ikkala to'plamda ham bor bo'lgan elementlardan, jamiki elementlardan tashkil topgan to'plamga shu ikkita to'plamning birlashmasi deyilar edi. Bunda elementlar takror bo'lmasligi kerak edi, to'g'rimi? Endi xuddi shunday birlashmasini topganimizdan keyin kesishmasini ham topsak bo'ladi. Bu intersection deb ataladi. Bunda A bilan B to'plamining kesishmasi topiladi. Kesishma nima edi? Ikkala to'plamda ham bor bo'lgan elementlardangina tuzilgan to'plamga shu to'plamlarning kesishmasi deb atalar edi. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni osonroq ko'rinishda, boshqacharoq ko'rinishda yozsak ham bo'ladi. Masalan, A SK union SK. Mana bu buyruq ko'proq tanish bizga. Lekin bu ikkalasi bir xil. Bu bilan bu bir xil. Xuddi shunday intersectionni ham shunaqa qilsak bo'ladi. SK inter SK B. Shunday. Endi xo'p, bizda D to'plam berilgan bo'lsin
va bu elementlari aytaylik tartibsiz elementlardan tashkil topgan bo'lsa 23 4 5 67 89 0 2 minus 3 bo'lsin. Endi shu to'plamni men sortirofka qilmoqchiman elementlarni. Buning uchun sort degan buyrug'imiz bor. Mana D to'plamni shunchaki sortirof D listni shunchaki sortirofka qilib beradi. Buni boshqacha qilsak ham bo'lardi. Masalan, unionni o'zini bir marta D ni o'ziga qo'llab yuborganimizda ham sortirofka qilib beradi. Ya'ni to'plam deganda elementlari sortirofka qilingan, tartiblangan listni tushunamiz bu yerda. Yaxshi. Endi table degan buyrug'imiz ham bor. Table degan buyruq yordamida ham jadvallar hosil qilsak bo'ladi. Masalan, quyidagicha sonning va sonning kvadratlaridan iborat bo'lgan jadval tuzaylik. Bunda i aytaylik 1 dan 10 gacha o'zgarsin mana. Boshdan ko'rishdi. Ha, bir gap. Bundan oldin maksimum minimumlarni aytib o'tishim kerak yodimdan chiqibdi. Maksimum degan buyrug'imiz bor. Bu o'sha list ichidagi maksimum qiymatni olib beradi. Minimum degan buyrug' ham bor. Bu shunchalik minimumini olib beradi. Tushunarli. Endi bunaqa ko'p bunaqa amallarni hammasini sanab chiqishda iloji yo'q. Qiziquvchi o'rganuvchi o'zi Wolfram matematikani dokumentatsiyalaridan ko'ra olishi mumkin. Masalan, mana bu helpga kirib Wolfram matematika dokumentatsiyalarining ichidan bundan qanday foydalanishda, qanday izlab topishda o'rgatganmiz, to'g'rimi? Bemalol ko'rib chiqsa bo'ladi. Va yana bitta buyruqni ham aytib o'tib ketay. Append degan buyruq. Mayli, bu ham ancha muhim buyruq. Aytaylik, masalan, bizga mana bu D to'plamimiz bor edi. Mana shu D to'plamiga men 10 degan elementni ham qo'shmoqchiman. Endi append bilan bajaramiz. Mana 10 ni shunchaki qo'shib beradi. Yaxshi. Endi table haqida gaplashayotdik. Masalan, 2 o'lchamli, 3 o'lchamli jadvallarni table yordamida ham amalga oshirsa bo'ladi. Men odatda buni shu table orqali amalga oshiraman, qulay bo'lganligi uchun. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yoki 3-element kubini ham qo'shsak bo'ladi. Ha. Mana matrix formiga o'tkazadigan bo'lsak, mana bunaqa kub. 4-elementni qo'shsak ham bo'ladi, 4-darajasini. Va hokazo va hokazo. Endi quyidagicha amal ish qilaylik. Biz I va J yordamida to'plam hosil qilyapmiz. Bunda I 1 dan 5 gacha, J esa 10 dan 15 gacha o'zgarishini deylik. Matrix formini tashlaylik. Ko'radigan bo'lsak, qavuslar juda ko'p, bu yerda. Qanaydir qavuslar juda ko'p. Endi biz ba'zi bir qavuslardan qutulmoqchimiz. Bunda qanday qilamiz desa, flatten degan buyruq bor. Masalan, flatten buni qandaydir table deb jadval deb atadigan bo'lsak, flatten t qiladigan bo'lsak, bu nima qiladi? Mana shu list ichidagi barcha qavslarni olib tashlaydi. Hamma qavslarni olib tashlab, bitta yagona katta list qilib beradi. Endi xo'p, biz ichidagi qavslarni olib tashladik. Endi takror elementlardan ham qutulmoqchimiz. Boya aytganimizdek, uniondan foydalanamiz. To'plam nima edi? To'plam elementlari tartiblangan va elementlar takror kelmagan list edi, to'g'rimi? Mana elementlarini tartiblab, takror elementlarni olib tashlab beradi union buyrug'ini o'zi. Yaxshi. Endi yo'q, biz hamma qavslarni ham olib tashlamoqchi emasmiz. Bir qavat qavslarni olib tashlamoqchimiz desak, buni birinchi tartibli flatten qilamiz. Bunda mana bu bir qavat qavslarni olib tashlaydi. Ikkinchi tartibli flatten 2 qavatni olib tashlaydi. Ya'ni oldingida 3, 4 buni ahamiyati yo'q, chunki o'sha bundan ortiq qavs olib tashlab bo'lmaydi bundan. Endi array flatten degan buyruq ham bor.
array flatdan array flat emas, array flatdan qiziquvchi o'zi o'rganib olsa bo'ladi. Bunaqa buyruqlar juda ko'p. Endi xo'p, matritsa. Biz diagonal matritsa, identity matrisalarni, constant matrisalarni ham olishimiz mumkin. Bunda masalan buyruqlari bor. Diagonal matrix deylik. Diagonal matrix. Masalan bunda 1, 2, 3 bo'lgan diagonal matritsa olaylik. Mana matrix form. Ikkita bo'lish kerak edi. Mana matrix form. Xuddi shunday davom ettirsak bo'ladi. Farqi mana. Endi identity matrix ham olishimiz mumkin. Identity matrix. Bu masalan identity matriximiz bo'lsin 3 o'lchovli bo'lsin, mana. Matrix 3 o'lchovli. 5 o'lchovli. Istagan o'lchov olishimiz mumkin. Yoki constant matrisani olaylik. Constant array. Aytaylik, constant arrayimiz hammasi 3lardan tashkil topgan bo'lsin va u 4 ga 4 matritsa bo'lsin deylik. Mana. Mana shunaqa gaplar. Va hokazo. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, buyruqlari juda ko'p. Wolfram matematikada ayniqsa. Ularni qiziquvchi o'rganuvchi o'zi bemalol o'rganib, Wolfram matematika dokumentatsiyasidan qo'shimcha ma'lumotlar olishi mumkin. Lekin kirish qismi uchun menimcha shuni o'zi yetarli bo'ladi. Buguncha shular. Xayr, salomat bo'ling.